Kovushli g'ildirakli to'plovchi va qayta yuklovchi mashina. Ishlash prinsipi. Bunkerlar bu metallurgik yoki issiqlik elektr stansiyalarida xom ko'mirni zaxirada saqlash uchun mo'ljallangan mexanizatsiyalangan sig'imlardir. Ular doimiy ravishda konveyer orqali to'ldiriladi va pastki qismidagi vallar orqali chiqariladi. Bunkerlardan material oqimi maxsus avtomatik boshqariladigan oziqlantiruvchi qurilmalar va eshiklar yordamida tartibga solinadi. Bu tizimning asosiy vazifasi kovush yoki texnologik pechlarga kerakli miqdorda xomashyo yuborishdir. Bunkerlar haddan tashqari to'lib ketmasligi yoki bo'sh qolmasligi uchun sensor tizimi bilan jihozlangan bo'ladi. Barcha jarayonlar markaziy boshqaruv xonasida SCADA tizimi orqali kuzatilib va boshqarilib turiladi. SCADA bu butun ombor, bunker, konveyer va kovushli g'ildirakli to'plovchi va qayta yuklovchi mashina tizimini real vaqt rejimida boshqarish imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan dasturiy tizimdir. Operator bunker darajasini, konveyer tezligini, dvigatel yuklamasini va xavfsizlik sig'imini nazorat qiladi. Bu ko'mirni saqlash va tashish tizimlarida qo'llaniladigan kovushli g'ildirakli to'plovchi va qayta yuklovchi mashinadir. U ikkita asosiy jarayonni bajaradi: to'plash va olib chiqish. To'plash jarayonida mashina konveyerdan kelayotgan materialni qabul qilib, uni konveyer lenta orqali omborga, bunker maydoniga joylaydi. Konveyer lenta yuqoriga yoki pastga egilib harakatlanadi. Bu esa material teng taqsimlanadigan uyum hosil qilish imkonini beradi. Olib chiqish jarayonida kovushli g'ildirak uyumdagi materialni qazib olib, uni konveyer lenta orqali ombor konveyeriga uzatadi. Bu mashina 1 soatda minglab tonna ko'mirni qayta ishlashga qodir va u markaziy boshqaruv kabinasi orqali boshqariladi. Mashina o'zining markaziy o'qi atrofida aylanadi. Bu esa unga butun ombor maydonini qamrab olish imkonini beradi. Ya'ni kovushli g'ildirakli to'plovchi va qayta yuklovchi mashina bir joyda turib, konveyer lentani aylantirib, keng maydon bo'ylab materialni joylashi yoki olib chiqishi mumkin. Mashinaning butun korpusi ombor uzunligi bo'ylab o'rnatilgan relslar ustida harakatlanadi. Bu relslar to'plovchi va qayta yuklovchi mashinaga kerakli joyga borib ishlash imkonini beradi. Ya'ni bir tomondan to'plab, ikkinchi tomondan materialni qayta olish mumkin. Ko'taruvchi mexanizm konveyer lentani yuqoriga ko'taradi yoki pastga tushiradi. Bomb orqali to'plash yoki olib chiqish balandligi sozlanadi. Bu mexanizm gidravlik silindr yoki kabel tizimi orqali ishlaydi. Kovushli g'ildirak elektr dvigatel yordamida harakatlanadi. Har bir kovush materialni oladi va uni konveyer lentaga tushiradi. So'ngra konveyer lenta materialni markaziy konveyer tizimiga uzatadi. Bu esa ombordan chiqish yo'li hisoblanadi. Bu tizim materialni uzluksiz va samarali boshqarishni ta'minlaydi hamda qo'lda aralash zaruratini kamaytiradi. Ya'ni kovushli g'ildirakli to'plovchi va qayta yuklovchi mashina yordamida ko'mir yoki fluslar avtomatik tarzda joylanadi va kerakli paytda avtomatik tarzda olinadi. Ko'mir ombor konveyerlaridan bunkerlarga yuboriladi. Bu yerda vaqtinchalik saqlanadi, so'ngra qozonxonaga yoki ishlab chiqarish liniyasiga uzatiladi. Ta'minlash texnik xizmat vaqtida xavfsizlikni ta'minlash uchun favqulodda to'xtatish tugmalari va blokirovka tizimlari o'rnatilgan. Bunday tizimlar mashinani zudlik bilan to'xtatadi va operator yoki ishchilar uchun xavfsizlikni ta'minlaydi. Bu yirik konveyer tizimlarida majburiy talab hisoblanadi. Kovushli g'ildirakli to'plovchi va qayta yuklovchi mashina tizimni metallurgiya, energiya va kimyo sanoatida xomashyolarni ko'mir, flus, ruda avtomatik tarzda saqlash va uzatish uchun ishlatiladi. Bunkerlar esa bu jarayonning markaziy qismi bo'lib, xomashyo oqimini tartibga solish, zaxirani saqlash va ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz davom ettirishni ta'minlaydi.